Assalomu alaykum azizlar. Yana bitta life hack. Bu safar chorva ishqibozlariga, mol qo'y boqadiganlar uchun men o'zimizni eski fotolyok qog'ozlardan mana bunday qilib xampa yasadim. 1.70 ga ya'ni 1.20 bo'yi 1 metr qilib yasadim. Sababi drabilkani ashunga moslab qo'ydim og'zini. Somon chiqarganimizda changib, to'zib, juda atrofda chang qoplayotdi. O'zimizga ham ishlashga noqulay bo'layotdi. Shuning uchun o'zimiz eski fotolyok qog'ozlardan ishladim. Eshichalari drabilkamizni somonni maydalab ichkariga tashlab beradi. Saramjon bo'lib bir chekada turadi. Ko'p joy egallamaydi. Somonlarimizni mayda qilib chiqarib beradi. Mol qo'ylar uchun juda ham yaxshi. Xo'p. Ishlashga oson. Chang chiqmaydi bu yerdan. Chang ichida qolib ketadi. Olishga ham oson. Drabilkamiz ham bunaqa mahaviylikga 3 vat 4 vatli emas, oddiygina, prostoygina qo'l bola drabilkalarimiz. Xo'p. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskalarni ayamaysizlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Ayniqsa mol qo'y boqadiganlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman.